Uyingizni kadastr hujjatlari yo'q. Kadastrga borsangiz, arxivdan ma'lumotlar so'ramoqda. Arxivga borsangiz, siz qidirayotgan uyingiz to'g'risidagi ma'lumotlar bu yerda yo'q. Bu holda nima qilish kerak? Javobimiz quyidagicha. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 187-moddasiga muvofiq mulkka egalik qiluvchi shaxs 15 yil davomida halol va oshkora egalik qilayotgan bo'lishi va soliqlarni to'lab borayotgan bo'lishi kerak. Siz ushbu moddaga muvofiq fuqarolik sudiga ariza bilan murojaat qilasiz va arizangizga 15 yil davomida soliqlarni to'lab borganligingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni ilova qilasiz. Sud arizangizni ko'rib chiqadi va shunga muvofiq sizga mulkka egalik qilish haqida qaror chiqarib beradi. Siz ushbu qaror bilan kadastrga murojaat qilasiz va u yerda egalik qilish huquqi bo'yicha hujjatlarni rasmiylashtirasiz. Ushbu videodagi ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosing va mening blogimga obuna bo'lishni unutmang. Bu yerda hamma ma'lumotlar ko'chmas mulk to'g'risida.